Keling, keling. Keling, keling. Shashlik bormi yo'qmi? Shashlik yo'q bu yerda aka. Bu yer shaurmaxona. Bu yerda gamburger, shaurma, krelishka, pizzalarimiz bor. Yo'qmi shashlik? Food City'ni eshitmaganmisiz? Yo'q a? Yo'q, 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 shashlik yo'q. Keling, keling. Keling aka. Shashlik bormi yo'qmi? Aka bu yer shaurmaxona, shaurma, gamburger, pizza qiladigan joy. Yo'qmi shashlik? Yo'q, shashlik yo'q. Yo'q a? A few moments later. Mana. Shashlikmidi aka? Shashlik. Mana akarachka shashlik, qo'y go'shtli shashlik, mol go'shtli, qiyma shashliklari ham bor. Sizni sharofatingiz bilan Food City'ga shashlik ham qo'shildi endi. Xo'p, adreslariga kelamiz. Ozgina bo'lsa ham hazil bilan boshlay degan maqsadda hazillarimizni to'g'ri tushunasizlar. Adreslarimiz bu tarafimizda hokimiyat bo'lib qoladi. Hokimiyat ro'parasi, ya'ni Madaniyat uyini yonboshida Ayilbankda orqasida bo'lib qoladi Food City. Bugungi kunda hammamiz bilgan Food Cityda faqatgina shaurma, gamburger, krelishkalar emas, shashliklarimiz ham qo'shildi. Bilamiz, dastavkalari bor. Dastavka xizmatlariga nomerlarimizni aytib ketamiz. 0555 bilan 116511 nomeriga telefon qilib, dastavkalarga buyurtma qilsak bo'ladi. Soatlarini aytadigan bo'lsak, ertalabki 8 danmi, shunaqa 8 dan boshlab kechasi 12 gacha bemalol zakaz qilaveramiz. Yo bo'lmasa, kelib shu yerda yeb ketsak ham bo'ladi. Reklamamiz ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, like, podpiska, kommentariya bilan qo'llab ketamiz. Rahmat.